Musulmon odam kundalik hayotida o'ziga ham haqqini berishligi lozim bo'lgan bu a'zolari bor. O'zgalarga ham ahli ayoli, farzandlar, qo'ni qo'shnilar, qavmi qarindoshlar, yori birodarlar va mana shularga haqlari bor. Zimmalarida bir-birlarini buni ado qilishlikka dinimiz buyurdi va hattoki ya'ni hayvonot olamiga, atrofimizda Alloh subhanahu va taolo yaratib qo'ygan nabotot olami, tabiat deb qo'yamiz-ku, Alloh yaratib qo'ygan mana bu yam-yashillik tabiatni ham haqqi borki, bizni zimmamizda unga musulmonona axloq bilan yondoshib uni muomalasini qilishlik. Hattoki bir chumchuqni deyilyapti. O'ldirgan bo'lsa bir inson qiyomat kunida chumchuq kelib Robbisiga shikoyat qiladi. Parvardigoro, u meni zarurat uchun emas, o'ynab behuda o'ldirgan, meni haqqimni olib ber deb mazlum holda Robbisiga shikoyat qiladi deydilar. Va boshqa hadis shariflarida aytadilarki, kim uzursiz holatda, kerak bo'lmagan holatda sidr daraxtini kesadigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha kesgan odamni bo'ynini ekkan holatda, egib qo'ygan holatda jahannamga tashlaydi degan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni hadisi shariflari bor. Kesa kelmasa, ya'ni bu daraxtlarni kesaverishlik ham tabiatni haqqini poymol qilayotganlikka bir dalolat qilar ekan. Suv, masalan, siz bilan bizda suv serobchilik muhtaram jamoatlarimiz, lekin suvga zor bo'lib, muhtoj bo'lib, suv tanqis bo'lib turgan joylar ham yo'q emas. Ular buni qanaqa ne'mat ekanligini biladi. Albatta bu suvni qanaqa ulug' ne'mat ekanligini ne'mat yo'qolganda biladi. Ular bizdan ko'ra yaxshi biladi. Bu ne'mat aqqa qarasangiz ham, bu yoqqa qarasangiz ham hamma holatingizda Alloh taoloning bu ne'matlari yashillik bo'ladimi, meva-chevali, soya salqinli daraxtzor bo'ladimi yoki bo'lmasam suvlar sharillab turibdi. Buni avaylamasdan, ya'ni buni haqqini bermay, go'zal munosabatda bo'lmasdan buni kesaverishlik, ishlataverishlik, behuda holatlarda tahorat uchun shariat belgilab qo'ygan g'usl tahorat uchun, ya'ni suvlarni ham ortiqcha darajada ishlatishlik, oqizib qo'yishlik, mana shularni hammasi isrof shariatimizda. Mana shular haqida ham so'ralamiz. Axir eslaylik, Rasululloh alayhisalom payg'ambarimiz bir sahobanikiga mehmonga bordilar va sharbat berildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Xurmoning sharbati deyiladi. Ana shuni ichdilar payg'ambar alayhisalom. So'ngra "Summa latusalunna yawma idin anin na'im" oyatini o'qib qo'ydilar. Ya'ni albatta mana shu ne'matlardan sizlar qiyomat kunida so'ralursizlar degan oyatni o'qidilar. Qarang, ozgina bir rohatlangan bo'lib, o'sha bir idishda o'sha sharbatni, o'sha mevani, ya'ni sharbatini ichgan bo'lib payg'ambar alayhisolatu vassalom shu ne'matni qadrlayaptilar. Qiyomat kunida bu ne'matlardan so'ralursizlar degan oyatni o'qib qo'yaptilar. Agar bu bizdan, agar Alloh taolo bu isrof qilinayotgan ne'matlarni agar so'raydigan bo'lsa, Alloh saqlasin, qiynalib qolmasmikinmiz? Javob yo'q albatta. Hatto oqar daryoda sizlardan biringiz tahorat qilsa ham, ya'ni buni tejab ishlatsin dedilar. Bu daryo-ku deb tahoratda shariat buyurib belgilab qo'ygan hukmlardan tashqari, farz sunnatlardan tashqari bo'lgan holatda daryoni qirg'og'ida o'tirib olib ortiqcha suv ishlatishlik ham isrof deyildi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'ala man iqtasada dedilar. Kimki iqtisod qilib tejab yursa, hech qachon qashshoqlik ko'rmaydi dedilar. Har bir narsada inson tejamkor bo'lishlik kerak, iqtisodli bo'lishligi kerak. Ana shu oilada ham, o'sha tahorat g'usulga suv ishlatishlikda ham, boshqa Alloh bergan qo'limizdagi ne'matlariga ham uni haqqini joyiga qo'yib, tejamkorlik bilan muomalada bo'lsak, inshaallohu karim baraka ko'tarilmaydi azizlar.